2026-yilda inflyatsiya darajasini 7% gacha tushirish reja qilinmoqda. Uy-joy xaridi uchun bankda escrow hisob varag'ini ochishga ruxsat berildi. Toshkent shahri va viloyatida atmosferaga zarar yetkazayotgan 100 dan ortiq xo'jalik faoliyati to'xtatildi. Qizamiq asoratidan qariyb 40 nafar bola vafot etgani aytilmoqda. Samarqandlik ayol erini qamoqdan chiqarish uchun aliment qarzini o'zi to'ladi. Kun davomida kun o'zgaritgan muhim mahalliy yangiliklar bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyevga inflyatsiyani jilovlash va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar hamda 2026-yilga mo'ljallangan vazifalar to'g'risida axborot berildi. Ta'kidlanishicha, 2025-yil 1-noyabr holatiga ko'ra yillik inflyatsiya darajasi o'tgan yilgi 12% dan 7.8% gacha pasaygan. 2026-yilda bu ko'rsatkichni 7% gacha tushirish, 2027-yilda esa 5% doirasida ushlab turish rejalashtirilmoqda. Shu maqsadda ichki bozorda tovar va xizmatlar taklifini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Xususan 2026-yilda banklar agrar tarmoq, oziq-ovqat sanoati va xizmat ko'rsatish sohalaridagi loyihalarni moliyalashtirishni kengaytiradi. Navbatdagi mavzu bank hisob varaqlarini ochish, yuritish va yopish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi qaror bilan bir qator yangiliklar belgilandi. Jumladan, endi mijozlar banklarda escrow hisob varaqlarini ochishi mumkin. Ma'lumot uchun, bu hisob varaqlar elektron tijoratda, elektron savdo maydonchalari orqali mahsulotlar oldi-sotdisi, ulushli shartnomalar bo'yicha va boshqa sohalarda bitimlar tuzishda qo'llaniladi. Prezident farmoniga ko'ra 2025-yilning 1-iyuldan O'zbekistonda uy-joy xarid qilish jarayonida escrow tizimi amaliyotga joriy etildi. Bunda amaldagi va yangi tizim parallel ravishda qo'llanadi. 2026-yilning 1-yanvardan boshlab faqat escrow hisob varaq orqali hisob-kitoblarga ruxsat etildi. Bu tizim qurilishda moliyaviy intizomni kuchaytirishi va mijozlar uchun xavfsiz muhit yaratishi kerak. Ekologiya vazirligi, Bosh prokuratura hamda mahalliy hokimliklar ishtirokida o'tkazilgan keng ko'lamli nazorat tadbirlari doirasida 4869 ta obyekt ko'rib chiqildi. Qonun talabi buzilgan holatlarda 106 ta xo'jalikning faoliyati vaqtincha to'xtatildi. 58 ta issiqxonaga ma'muriy jarima qo'llandi. 387 ta holat bo'yicha rasmiy ogohlantirish yuborildi. O'rganishlar davomida atmosfera havosini muhofaza qilish qonunchiligi talablariga rioya etilmagan holatlar aniqlanib, keskin choralar ko'rildi. Jumladan, ba'zi xo'jaliklarda zararli kimyoviy, fizik va biologik ta'sir ko'rsatuvchi moddalar havoga chiqarilgani, dud-burondan foydalanish qoidalari buzilgani qayd etildi. Sklerozlashgan panensefalit qizamiq virusidan keyin paydo bo'ladigan miya to'qimalarini asta-sekin yemiradigan kasallik. Aytishlaricha, O'zbekistonda bu kasallikka chalingan bolalar soni 300 nafarga yetgan. Kunuzga murojaat qilgan ota-onalar hisob-kitobiga ko'ra ushbu kasallikka chalinganlar umumiy hisobda shu vaqtga qadar 300 nafardan oshgan. Ularning qariyb 40 nafari vafot etgan. Rasmiy ma'lumotlarda esa 2025-yil fevral holatiga ko'ra 133 nafar bola mazkur kasallik bo'yicha ro'yxatga olingan. Ulardan 12 nafari hayotdan ko'z yumgani ta'kidlangan. Avval respublika hududida deyarli uchramagani sababli mazkur kasallikni davolashga ixtisoslashgan shifokor preparatlar va davolash choralari mavjud emas. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Pastdarg'om tumanida g'alati holat qayd etildi. Bir xonadonda istiqomat qiladigan oilada ayol sud tartibida aliment undirgan. Navbatdagi janjaldan keyin er aliment to'lamagani uchun 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosiga tortildi. Turmush o'rtog'isiz ro'zg'or yuritish mushkullashgach, ayol aliment bo'yicha qarzdorlikni to'liq to'lab berdi va 5-kuniyoq sudga murojaat qildi. Sud qarorini bekor qildi hamda er ozodlikka chiqarildi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimizning so'nggisi edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Salomat bo'ling.